Kamurobbek Ismoilov, Toshkent shahri. Raqam tanlang. 13. O'lmas Umarbekov, 1 daqiqa vaqt. Sizda sharhlash uchun 2 daqiqa vaqt. O'zbek adabiyotining yorqin namunasi hisoblangan O'lmas Umarbek 1934-yilda Toshkent shahrida tavallud topgan. U dastlab o'rta maktabda, keyinchalik esa universitetda ta'lim olgandan so'ng juda ham katta ishlar lavozimlarda xizmat ko'rsatgan. Xususan O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar uyushmasi rahbari, O'zbekiston o'sha paytda madaniyat vaziri, bosh vazirning o'rinbosari kabi lavozimlarda xizmat qildi. Adabiyotga dastlab Xatini kutaman hikoyasi bilan kirib keldi. Xatini kutaman hikoyasi o'sha paytda yoshlar o'rtasida eng mashhur asarlardan biri, yilning eng yaxshi hikoyasi unvoniga sazovor bo'lgan. Shundan keyin bir qancha dastlab hikoyada boshlagandan so'ng qissa janriga qo'l urib, Damir Usmonning 2 bahori, Yoz yomg'iri, Sevgim masalalarni yozdi. Sevgim qissasida o'sha paytdagi sho'ro tuzumi mamlakatimizning eng chekka joylaridagi 2 yoshning ham taqdiriga ta'sir ko'rsatganligini ko'rishimiz mumkin. Damir Usmonovning 2 bahori qissasida esa o'ziga xohlamagan ish bilan shug'ullangan insonning taqdiri qalamga olingan hisoblanadi. Kimning tashvishi yo'q asarida esa 55 yil bitta yostiqqa bosh qo'ygan choli kampir vafot etgandan so'ng choli o'z tashvishlarini unutib olishi qissada keltirib o'tilgan hisoblanadi. Adib roman janrida ham ijod qilib, o'sha paytdagi o'zbek adabiyotida yutuq bo'lgan romanlardan biri Fotima va Zuhra romanini yaratdi. Ushbu asarda Fotima va Zuhra uning opasi Fotimani sirli o'ldirish natijasida Zuhrani opasi uchun qarz olish o'rinlari keltirib o'tilgan hisoblanadi. Adib dramaturgiyada ham barakali ijod qilib, Qiyomat qarz, Komissar kabi pyesalarni yaratdi. Qiyomat qarz asari juda ko'p marotaba sahnalashtirilgan hisoblanadi. O'zbekiston xalq yozuvchisi eng yaxshi hikoya uchun maxsus yozuvchilar uyushmasining maxsus Hamza mukofoti, Fotima va Zuhra asari spektakl va mashhur rejissyorimiz Sarvar Karimov ijodida Fotima va Zuhra kinofilmi suratga olingan hisoblanadi. Qiyomat qarz hikoyasi, ya'ni Sarsonboy ota, Madumar Haydarali kabi obrazlarda mashhur aktyorimiz hisoblangan nom yodimda chiqmayapti. Baraka zo'r rolda sahnalashtirgan. O'lmas Umarbek hali Said Ahmad kiprikda qolgan tong asarini yaratgan. O'lmas Umarbek. Oxirgi daqiqagacha O'lmas Umarbek to'xtamay gapirdilar. Polis to'ldimi tanlovda? Albatta. Bu shartdagi tanlovda, umuman emas. Yaxshi. O'lmas Umarbek yoqtirgan yozuvchi. Ha. O'lmas Umarbekov haqidagi fikrlaringizni eshitdik. Albatta o'zbek xalqining juda katta ayiblaridan biri. O'lmas Umarbekovning faoliyati, kishining nafaqat ijodiy faoliyati, kishining butun o'sha bo'lgan ishlari haqida ham, ijtimoiy siyosiy faoliyati haqida ham fikrlaringizni aytdingiz. Aksariyat ma'lumotlar to'g'ri. Fakat şu narsaga aytilish kerak. O'lmas Umarbekov haqida gap ketganda, O'lmas Umarbekov shu qiyomat qarzni aytdingiz. Qiyomat qarzni mohiyati qarang, bitta narsa o'sha o'zbek xarakteri, o'zbek qalbini ochgan odamda, masalan shu obraz bilan. Mana shunday jihatlarda sharhlayotganda e'tiborga oling. Nimasi bilan ajralib turadi? Adabiyotda qanday jihatlari bilan ajralib turadi? Va masalan qiyomat qarz deganda biz kimni tasavvur qilamiz? Birinchi navbatda u yog'idan qarasa ham, Abdulla akam aytganday chapdan qarasangiz ham, o'ngdan qarasangiz ham, to'g'ridan qarasangiz ham, tepadan qarasangiz ham o'zbek timsolini ko'rasiz. Mana shunday jihatlarga e'tibor qilish kerak. Keyin o'sha eslolmadim dedingiz, u esdan chiqaradigan aktyor emas, endi Shukur Burxonov o'ynagan qiyomat qarzda boshlovdi. Men shularni hisobga olib sizga 82 vaqt beraman. 82, 83, 85. Demak sizda umumiy ball 83 o'ndan 3.